Uy yopayotganingizda eng birinchi xatolardan bittasi bu atrof muhitga e'tibor bermasdan uy yopib qo'yish. Ya'ni uy ichi yoqdi, zo'r shikkarniy uy, lekin atrof muhitda hech narsa yo'q. Magazin yo'q, apteka yo'q, metro yo'q, ya'ni kommunikatsiya hech qanaqa yo'q. Hozir biz 12-kvartalga kelganmiz, 50 metr naryoq Turkiston metro. O'ng qo'limda detskiy plashatka turibdi, ayol kishilar va bolalar borligini hisobiga ko'rsata olmayman. Chap qo'limda parkovkasi bor. Xo'p, narxini aytib o'tdingiz, hozir 62,5 mingga qo'yilyapti. 2 xona 3 xona qilingan 4-etaj 4 qavatli domni hisobida. Shunga bitta ichini ko'ringlar mana. Xo'p, xonalarmizga kirib keldik. Tualeti bitta. Vannasi skvoznoy, keyin kuxnyasi balkonga chiqarilib, kichkina xona chiqilgan, disk kuchasi bo'ladi. Mana shu diskisi, kichkinagina oldin kuxnya bo'lgan bu. Hozir birinchi xonamizda yotoqxonamizda bitta konditsionerga joylashtirilgan, oynadan kursilar bo'ladi, oynadan orqa qavat hovli ekan. Toza havo kelib turibdi, yaxshi. Boshqani ham qilamiz. Xo'p, spalniyadan chiqib keldik, gostinimizda xona qilingan, 2-3 qilingan xona, bu yerdan koridorimiz, skvoznoy mana tualeti bor, balkonga akkuratlik qilib kuxnyasi chiqarilgan. Bu balkonimiz, ya'ni o'sha kuxnya qilingan. Stiklovatlar bilan yopisilib, uchib qilinib, pluslar internet и tekizda qo'shib menga oxirgi etajda mashinasini yoqadi. Agar ikkinchi quzuv bo'lsa, telefon qilib qo'yib chiqasizlar, bilasizlar.